Assalomu alaykum skuter obunachilari, skuter ishqibozlari, skuter shifosini ashaddiy muxlislari, obunachilari. Ojdog'alarim, meni kuzatib turgan hoziralarim sizlarga 300 kilolik, 200 kilolik, 3 g'ildirlik har xil turdagi kommentariyada yozib ketgan akalarimizga albatta har xil turdagi skuterlarimizni ma'lumotlari, narxlarini tushirib, xudo xolasa chetdan bozor narxidan ancha tushirib aytib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud. Manzilimizni aytib o'tamiz. Farg'ona shahar Quva tumani. Manzilimiz, narxlar xudo xolasa bomba narxlarda. Telegram kanalimizga o'tsalar ham narxlari batafsil aytilgan yoki Instagramda ham skuter Quva deb yozsalaring chiqadi. Ko'rishlaring mumkin. Birinchi modelimiz Luyu modelimiz. Luyan SSK modelimiz 300 kilolik. Olib chiqib ko'rsataman. Qarang. Maxsi. Yangilangan versiyada ko'rishlaring mumkin. Mana 3 ta skort bilan jihozlangan, oldi tormozli, sakadiskali bo'ladi. Ko'rsating. Sakadiskali, balonlari 12 lik bo'ladi, boltlari turburchak qilib ishlangan. Buni arzonroq versiyasini so'raganlarga, mana hozir birinchi buni obzor qilamiz. Qarang. Ham yukxona, ko'rsating, ham yukxona, ham o'rindiq, ham bolalarni bog'chaga tashlab kelgani, hojdog'larimga bolalarni bog'chaga masalan qarang. Bolalarni bog'chaga ham 300 mingdan masalan oylik to'lov berasiz mashinaga. Ojdog'a bitta bosib qo'ysangiz, xudo xolasa, maktabga ham, bog'chaga ham tashlab kelgani rasazor model bo'ladi. Yonlari yopiladi, ochiladi, eshiklari atroflari ochiladi. Agarda faqat bolalarni bog'chaga tashlaganim degan bo'lsangiz, adashasiz. Buni qarang. Ojdog'a. Mana alohida siz uchun yukxona 300-350 kilogacha 50 kop o'ndigani. O'yni 50. Narxlari ham bomba qilib qo'yganman, kattarog'i, borti ham kattasi, turburchilisi bo'ladi. Pozitsiyada orqalari ochiladi, orqa parralari, svet belgilari hamma yo'qlari yonadi. Luyu modelidan sakadiskali adashmaymiz. Kaskasi qo'shib beriladi. Akkumulyatorlar keladigan bo'lsak, narx 39 amperli akkumulyatordan polilarini qarang. Zaryadchilarni qarang. 72-32 amperli akkumulyator. Mana 39 da 6 ta joylashgan. Bu degani 70 kilometrdan 80 kilometrgacha masofani bosib o'tadi degani. Endi tablolarni ko'rsating. Yangilangan versiyada Cobalt putlari o'g'irlangan, toza Cobaltki, telefon postavkalari bor, oldi tormozli bo'ladi. Ko'ring. Oldi tormozli, full pozitsiyasida bo'ladi. Amortizatori ham qalinidan, ingichkasidan emas, ko'pchilik sifatda adashadi. Ko'p gapirayotgan bo'lishi mumkin. Iloji boricha sizga keng qilib assortimentni keng qilib alohida obzor qilib beryapman. Tumankalari to'rtta, dugalari bor, albatta dugalari bor, ko'rishlaring mumkin. Hamma tomonlama full, amortizatorlari qalin aytganimdek, oldi tormozli faralari yangilangan versiyada, tablolari kasalgacha aytib turadi, oldi aynaklari, bokovoylari, zadniy rejim, eng qizig'i avariyaning sistemasigacha bor. Qarang, yonishini qarang. Narxini eshiting endi. Narxi atiga 10 million demaymiz, qarang, 10 million demaymiz, 9 million 700 ham demaymiz. Obunachilarimiz uchun atiga 9 million 600 bo'ladi. 600 dan ham o'sha 800 dollar, 9,5 milliondan xudo xolasa baraka qilib beraveramiz. Dastavkasi kelishilgan holda, ko'pchilik ichida deb deyapti. Kelishilgan holda albatta dastavkasini ham chiroyli qilib beramiz. Yo'lida qilib. Endi bu full pozitsiyasi, endi buni palijniy sistemasi ham bor. Esdan chiqarmang. Og'ir yuk bilan bemalol 200 ga ketaveradi. Qarang, ishlari jim, baxshi zo'r, baquvvatliga ishkalar jim turadi. O'chib. Endi qarang. Yangi 8 kilolikda kalpakli variant. Hech qancha farq qilmaydi narxida. Qarang, tortishi ham zo'r. Tormozlari joyida chizadi. NFC kartalari, pultlari, bu ham Cobaltki, zapasnoygacha hamma yo'qlari bor. Buni avariyasi yo'q. 3 ta skorsi, zadniy rejimlari, telefon postavka, lekin kolonkalari bor, oldi aynaklari bor, tormozlari purjinali bo'ladi, amortizatorlari bu ingichkarog'i ko'rishingiz mumkin. 12 lik kalpak balonda, oldi kalotchning 4 ta led faralari, hamma yo'qlari bor. Bunda ham xuddi o'sha funksiya. Bortlari ikki yoni ochiladi, ham yukxona ham o'rindiq bo'ladi. Orqalari ham ochiladi, faralari ham bir xil, hamma yo'qlari bir xil, lekin motorlari ham bir xil. Baquvvatidan qo'yilgan, kilometr yurishlari ham 50, 70, 80 kilometrgacha yuradi. Kalpakli bo'ladi. Temir diskada buni o'z narxini 790 dollarda qilib beraveramiz. 790 ham bo'lsa 9,5 million bo'ladi. 9 million 400 dan iloji boricha dastavkasini ham yo'lida qilib chiroq qilib chiqarib beramiz. 9 million 400 ming so'm. 100 ming farq qiladi. Nimaga? Kalpakli bo'lgan hisobiga. Bunda NFC karta bor, masalan kolonka bor. Endi kolonkani hech kim eshitmaydi.
Aslida men hammasidan bitta olib chiqib buni ko'rsatdim, buni ko'rsatdim. Bu ham qalpaqli, yana qalpaqli, yana sakadiskali. Assortiment ko'p. Hammalaringga yetadi. Yig'ilmagan deysizmi, yig'ilgan deysizmi, hammasidan bor. Mana qalpaqlisi, mana sakadiskalisi, hozirlarga obzor qildim. Ranglari ko'k, qora, seri ranglardan bor hozircha sotuvda. Keyingi modelimiz olib chiqib ham ko'rsataman. Ko'rishlaringiz mumkin. Вообще baquvvat model. Akkumulyatorlari 70 amperlikdan naq 6 ta joylashgan. Bu sizga 50 kilometrdan 80 kilometrgacha yukka qarab, sharoitga qarab 3 kishini olib ketaveradi. NFC kartalari, pultlari bor, telefon postavkalari mavjud. Oldingi stolmizning avariya sistemalari, amazatorini qarang. Oldida oling, amazatorini qarang, baquvvatligini, originallik qilishlangan, вообще qalinidan dugalarini qarang, вообще bittilarini qarang. Hech nima bo'lmaydi. Ustiga ham chiqsa krema qarang. Balonini qarang, tankani balonidan ko'rsating. Balonini kattaligini qarang. Ancha-muncha yeru, adirlig'i hech qatti bilintirmaydi. Yuki bilan yurishiga vahshiy gap yo'q. Bortlari vahshiy kattasidan qilingan, ham chuqur, ham katta. 500 kilo, 600 kilo, 200 olaveradi. Ikki yoni ochiladi. Menga yoqqani orqalarini qarang. Stollar ham yonadi. Keyin agarda qatdan kelib urilsa, dugalari bor, fonarlari sinmaydi, zabjasiga hech tushmaydi. Eng muhimi shu. Bunimiz narxini atiga $1040 dan qilib beramiz. $1040 so'mda deyishdi. $1040 so'mga chiqadigan bo'lsak, 12.500.000 so'mdan qilib beraveramiz. 12.500 ortadi, 12.500 dan bariga qo'raveradi. Keyingi modellarimiz Agrat firmasiga tegishli kattaroq tritsiklimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Agnatdan 5 ta 39 amperli akkumulyator, 50-70 km masofa, oldilari ham keng. Kishini olib ketaveradi, qarang. Keyingilari kichkinaroq bo'lardi. Bunga kishini olib ketsa bo'laveradi. Palijnilari bor. Oldi jitishli mana palijni yuki bilan 250 kg yuki bilan tepaliqqa chiqyapsiz, lekin tortolmayapti motor qizimasligi uchun. Albatta, palijni sistemalari mavjud. Ham yukxona, ham o'rindiq bo'lish xususiyatiga ega. Orqalari ochiladi. O'sha aytganimdek dugalari bor. Ko'rsatmayman. Bashi zo'r. Qarang. Bashi shikara. Narxlari ham bomba, kolonkalari, maytafonlari, avarinilari, hamma balog'atlarlari bor. Oldanilari ham bor, bakovoylari. Endi buni qarang, ochilishlarini qarang. 539 amper, sertifikatigacha. Miyalari ham baquvvat. 1200 watt motor. Zaryadchilari ham 60-39. Ochilishlari yangilangan. Bu qarang. Rolls-Royce'da taxtasi ishlanib, vahshiy shishkalar. Hozir aka bitta kichkinarog'ini plus 300 kilolik kam bo'layotgan bo'lsa, kichkinarog'ini bosib olsangiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa, narxlar ham xuddi hojatxonadan bobdan beryapmiz. Pulga arziydi, pulga sifati albatta javob beradi. Eshiklar ochiladi, nevaralar chiqinglar, bog'chaga borib to'kilinglar. Vahshiy ishkalar, qalpaqli bas bu sakadiskalisi bo'ladi. Narxini atiga 8.500.000 so'm demaymiz, 8.400.000 so'm ham demaymiz. Atiga 8.300.000 so'mdan chiroyli qilib, bodiy bo'lak dastavkasini yo'lida qilib kelishtirib, ag'iyam chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa, narxlar vahshiy bomba, har xil kurslar kerak bo'lsa, o'zingizga aloqa qilasiz. Bu qarang amazlatir ishlashini, yumshoqligini qarang. Ancha-muncha yomon bilintirmaydi. Oldi ham jitkiz. Tizadni yurasiz, chetilaveradi. Buni rangi qora seri rangidan bor. O'zingizga aloqa qilasiz, albatta chiroyli narxlarda. 8 million, ish qildim. 8.300.000 so'mdan xudo xolasa chiroyli qiladi. Keyingisi endi xuddi shuni ukasi. Bitta akasini ko'rsatyapman, bitta ukasini ko'rsatyapman. Shuncha video qilyapmiz. Bitta like bosib kesishdan chiqmasin. Albatta, xudo xolasa manfaatli video, narxlari ham ishkalat, manbalar bunaqa oluvdim degan gaplar albatta yolg'on bo'lmasin, rost bo'lsa ham akkumulyatorlarning o'zini sborkasiga javob berishmaydi. Kimdirlar menga telefon qilyapti, 1 oy bo'ldi olganimga, akkumulyator yaxshi emas deyapti. 1 oydan keyin akkumulyator ish bermayapti. Akkumulyatorlari buni 60 ga 39 amperli akkumulyator, xohlasangiz 20 amperli akkumulyator qo'yib beriladi, narxlari o'zgaradi, kilometr yurishlari tushadi. Xuddi shu skuterimiz bir kishini harakatlantiradi, har ikki kishiydi. Bir kishinisiga siqilib qoladi, qisilib qoladi. Qarang, orqasi ham yukxona ham o'rindiq bo'lish xususiyatiga ega. Ko'rishlaringiz mumkin. Bo'lar baquvvat, eshikchalari bor, bortlari ham chiroyli qilib ishlangan, palijnilari bor, rushnoylari bor.
kolonka, magnitofon, hamma balobatlar onlaynigacha bor. Tuklari ham bor. Orqalari ham ochiladi. Motorlari ham baquvvatidan qo'yilgan. Lekin buni baloni 12 lik kalpakli bo'ladi. Kalpaklikda nima tarafi bor? Qani. Kalpaklikda anaqasi yo'lda yurishga yumshoqlik qiladi. Ertaga bu 8 diskga sinib qolsa, zapchasicha qimmatroq bo'ladi masalan. Bu kalpak arzonroq tushadi. 8 diskga sinsa, yamaga tushib sinib qolsa, mabodoga zarari kattaroq. Zapchasidan muammo yo'q, zapchasini topib beramiz, qimmatroq bo'ladi. Sinmasin, xudo xolasa xizmatingizni qilsin. Danielga zo'r, bog'urroqqa ham vaqti yumshoq model hisoblanadi. Narxi ham vaqti ishlar. Mana uni 8.300 ming so'm qilib qo'ygan bo'lsak, buni narxini necha qilib beramiz? $650 qilib beramiz. Bu degani 7 million 800 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. Bundan yigitni albatta 500 ming arzon. 500 ming arzon, kilometr yurishi bir xil, tortishi bir xil, motor quvvati bir xil. Bitta orqasida borti, shu dugalari, bayt kengligi farq qiladi. Narxlari xudo xolasa vaqti bomba. Necha pul dedim buni? 650. Buni 500 ming kam, ha? 500 ming kam, 7 million 800 ming so'mdan albatta skuter quvvadan, skuter shunoqsi turistlarga chiroyli qilib beramiz. Ayol kishi ham minsa bo'laveradi, yosh kattalar ham minsa bo'laveradi. Bog'roqqa nevarangizga olib bersangiz ham albatta ishda uradi. Molda sezoni kelyapti, rasa o'tni yuklaydi, uradida, yemni tashiydi-da, xudo xolasa molni boqadi. Xuddi shu razmerlarimizdan, seriyalardan bor, xuddi shu. Endi yumshoqroq bo'lsin, xorijda ham qiynalyapti, yamalarda ichi og'riyapti degan akalarimizga, xorijda hamga xuddi shunaqa cho'ldireli oqtarib yurganmidingiz? Men sizga albatta chiroyli qilib xuddi shunaqasini topib qo'ydim. Sakadiskali zadniy rejimlari bor, orqasi ham yukxona, ham o'rindiq bo'lish xususiyatiga ega. Nevaralarni bog'chaga olib boradi, olib keladi. Ko'pchilik mana buni asosan odam o'tirgan olinadi, lekin buni xaridorchi bozorga boradi, yuk soladi, unda soladi, kartochkan qiladi, kelaveradi. Endi bu ko'pchilik yukka moslanadi. Bu men yuk ish qilaman, masalan, dalam bor degan akalarimizga buni tavsiya qilaman. Buni esa dali shahar ichi ojdog'larimizga yumshoq model hisoblanadigan shu modelimizni tavsiya qilaman. Buni narxini atiga 7 million 400 ming so'mdan chiqarib beramiz. 7 million 400 ming so'm, 7 million 800 ming so'm kichkinasi, 7 million 400 ming so'm yumshoq modelimiz, X6 modelimiz bu. 8 million 300 ming so'm bu qimmatroq Agnat firmasiga tegishli sakadiskamiz. Bu ham sakadiskali 3.10 dugali skuter razmerida sakadiskali bo'ladi. Bushroylari bor. Xuddi shu 7 million 400 ming so'mdan kolonka, telefon postavka, yangilangan tablo, shu baqot oldi tormozda hisoblanadi. Balon razmerlari ham 3.10. Oldi bir kishini, orqada yosh kattalarning kishini, bolalardan 3 kishini olib kelsa bo'laveradi. Akkumulyatorlar 60-20, 40 kilometrdan 60 kilometrgacha o'rtacha masofani bosib o'tsangiz bo'laveradi. Teziklari 35-40 ga chiqadi. Boshqa yurishlarga gap yo'q. Endi bundan ham kichkinasini xohlayman. Har xil turdan qarang, sizga moslab har xil turdan olib kelib qo'yganmiz. 3.50 bo'lsin, har xilidan olib kelib qo'yib, obzorni qilaylik deyapmiz. Bundan ko'p bir donadan olib chiqib qo'yibdi, bir donadan sotyapti deb o'ylashmasin. Ko'rishlaring mumkin. Bu modelimiz Boshqa zo'r X5 modelimiz. X5 model desalaring albatta o'zim olaman. Oldi jitkis tormozli 16 ga 3.10 balon jitkisli bo'ladi. Qanotlarni ham qarang, hech qanaqa loyi sachratmaydi. Boshqa chiroyli ishlangan. Qarang, ablisovkalarni ham zaryad qo'yadiganlar qarang. Zaryad qo'yadiganlar aytdiki. O'sha tayda. Maytda bir kishini o'zi harakatlantirib ketib, zaryadchidan xarajat soladi. To'rtdan sig'adi. So'radida, buni aylantiradi. Bu knopka orqali, bir dona knopka orqali. Bitta bosadigan bo'lsa, oldiga siljiydi. Orqada alohida xarajat uchun joylari bor. O'chirib ham ko'rsatamiz, ochib ham ko'rsatamiz. Ko'ring, xarajatga yana joy bor. Albatta, oladigan narsalari sig'adi. Do'galari bor, albatta motorda himoyalaydi, aqabaqa tegsa saqlaydi. Qanotlari temirdan, plastmassa sinib ketadigan emas. Ko'ring, pavorotniklari albatta orqada ham, oldida ham ko'rsatadi. Bluetooth kolonkalari bor, plyuslarini qarang. Bluetooth kolonka bor, parkovka rejim bor. Bunda ham parkovka rejim bor mana. Bunday bosib qo'yasiz, bo'ldi. Bolalar bossa ham ishlamaydi. Bitta chiqarasiz, ishlab ketaveradi. Pavorotniklari o'tan yamishni yonadi. Ko'ring. Yamishni orqani ham ko'rsating. Orqalari ham chiroyli.
Ko'rishingiz mumkin. Вообще baquvvat tormoz bosti stoplari ham yonadi. Даже вообще baquvvat bilan ishlangan. Aytganimdek bu kattarog'i. Bundan kichkina arzonrog'ini so'raganlarga olib kelib beraman. Kichkinarog'ini 5 million, 6 million 300 ming so'mdan, birinchi narxini 6 million 600 ming so'mdan narxiga. 550 dollar tushunadiganlarga so'mda gapiradiganlar uchun muomalasi zo'r akalarimizga albatta so'mda ham gapirib beramiz. 6 million 600 ming so'mdan skuter quvadan xarid qilishlari mumkin. Tablolari ham yangilangan versiyada. Bunaqa tablo hech qayerda ko'rmagansiz. Arzonadan uchib, sifatdan qochib o'zbekmiz, sifatdan qochib olib qo'yamiz. Lekin 1-2 oydan keyin uyimizni burchakda yotadi. Xudo xolasa xizmatingizni qiladi. Garantiyalari bor. Akkumulyatorlar agar 1 oy ichida 10 kilometrdan kam yuradigan bo'lsa, albatta almashtirib beriladi. Xudo xolasa narxlari vaqti bomba, akkumulyatorlari, zaryadchilari ham original o'ziniki zavodskiy. Bu qarang, Demash, nimada yozib qo'yibdi? Demash, original o'ziniki. Demash albatta firma original mashinalarigacha bor. Oldi setkalari ham mavjud. Buning narxini 6 million 550 dollar. Arzonrog'ini tufta bo'lsin, faqat menga sovg'aga, podarkaga bo'lsin deganlarga 5 million 300 ming so'mdan, 6 million 300 ming so'mdan, uzr. 6 million 300 ming so'mdan ham baloni kichkinasini akkumulyator bir xil olib kelib beraveramiz. Kilometrdan qirg'oq qo'shib yuraveradi. Endi chiroyliroq ayollarga mosrang bo'lsin degan opalarimizga, chiroyli narxda xohlasa xuddi shu X6 modelimizni olib kelib qo'yganmiz. Dronga brendiga tegishli. Xuddi mana bilan bir xil. Mana uni ko'rsatdimmi? Xuddi shuni narxi bilan bir xil. Tuzilishda farqi bor. Yurish kilometrlari, motor quvvatlari, pultlari, hamma rejimlari bir xil, lekin oldi jiddiy emas xolos. Orqa oldi albatta qo'l tormozlari, oyoq tormozlari bor, akkumulyatorlari 20 amperlikdan 5 ta, 40-60 kilometr o'rtacha masofa, tezliklari 35-40 ga chiqadi. Yuk ko'tarishlari 200 kg, 150 kg olaveradi. Orqasi ham yukxona ham o'rindiq bo'ladi. Ranglari vaqti seri, maloshning kollaboratsiya qilingan, chiroyli albatta. Biz narxini aytganimda 7 million 400 ming so'mdan, narxiga mana so'nggi gapiringizlarga 7 million 400 ming so'mdan albatta O'zbekistonda dastavkasi mavjud, chiroyli narxida qilib beramiz. 625 dollar. Baraka. Bu ham xuddi shundan. Endi xuddi shuni kattaroq bo'lsa, kilometri 80 kilometr yursin degan qosh tog'larimizga, yosh katta odamlarga albatta kattarog'i. Qarang, kishini olib ketadi. Qarang. Vaqti zo'r. 3 kishini olib ketadi dash. Kattaligini qarang. Mana. Bo'lsa 40 cm joy deganlar, ya'ni ikkita odam sig'averadi. Oldi ham keng, oyoqlaringiz cho'zilib ketsangiz bo'laveradi. Kolonka mikrofonlari bor. Oldi jiddiy tormozli, tablolari yangilangan versiyada. Zadniy rejimlari 3 kursi harakatlanadi. Avariyaning sistemalari shu vaqtda blижний bo'lgan katta skuterlarga o'xshab. Ham qo'lda ham oyoqda tormozlari mavjud. Yuk ko'tarishlari 250 kg gacha yuk olaveradi. Orqa setkalari buni ochadigan bo'lsa, sonda ham bo'ladi. Ochib ham ko'rsataman. Qarang. To'shadi. Mana sondiq bo'ladi. Bemalol albatta ancha-muncha xarajatingiz sig'ib ketadi. Bitta yopamiz. Bu ishlaganini qarang. Bu qarang. Shu. Ishlaganini qarang. Yonayotgan pavrotniklar avariyaning yoqib qo'yganman. Yonishiga e'tibor bering. Suyanadiganni tagida o'zi qo'shib ishlab olgan. Bortdan tashqariga chiqqan balonlari 3.0 ga 10. Chillorma. 3.0 ga 10 sakadiskali baquvvatidan qo'yilgan, ancha-munchaga ijtimoiy bezda tormozlar joyida ushlaydi. Ushlu sistemalari bor. Baquvvatidan xohlasa bunimiz narxini 700 dollardan 8 million 420, 8 million 400 ming so'mdan o'zimizdan xarid qilishlari mumkin. Albatta ranglari qora rangidan mana yana bor. Kanopka holatda ham oladiganlarga kanopka holatini ham chiqarib beramiz. Dugali skuterlarning videolarda albatta qo'yamiz. Like bosib esingizdan chiqmasin, narxlari vaqti bomba chiqadi. Dolasa terilish jarayonida kanopka deganlarga kanopka beriladi. Bir donadan emas. Olib keling kamerani. Videoni oxirigacha ko'rgan yosh katta hojidoqlarimizga, akalarimizga kattakon rahmat. O'tgan safar oxirida 3 million so'mga aksiyada skuter qo'yildi. O'sha skuterimizni 3 million hech kim ko'rmaydi deb oxirida aytdim 20 videoda hech kim ko'rmaydi deb o'ylabdi. U videoni akalarimiz ko'rib, ancha-muncha Andijondan kelib olib ketishdi. Mana korobkada nechta kerak bo'lsa bor. Ko'rishingiz mumkin. Demashdan invalid modellarimiz har xilidan bor. Olib ketasizlar, bemalol.
Xudo xolasa bolalarimiz terib, ishonchli, sifatli terib, avvag'i bo'shab netmaydi, pul ishlatmaydi. Xudo xolasa oxirigacha kuzatayotganlarga rahmat. Bitta like bosib ketib, obuna bo'lib ketishingizdan chiqmasin. Aytgandek manzaramiz Farg'ona shahar Quva tumanida. Pastda nomer aloqaga chiqsalaring, o'zim ishlarni chiroyli narxlarda bitirib beraman. Skuter Quva eng yaxshisini sizga ulashadi. Albatta obuna bo'lib, like bosib ketishingizdan chiqmasin. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.